بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني، الدرس 30. 30. ders. Ana bugungi darsdagi asosiy mazmun fe'llarning ikkilik shaklda turlanishi. Ana garchi kitob bizga hozirga qadar fe'lning ikkilik shaklini turlanishi o'rgatmadi. O'g'asi shu birlik shaklda turlanishi, ko'plik shaklda o'rgatishni, ammo biz sarf darsimizda ikkilik shaklda turlashni o'rgandik. Shundaqo, masalan, barabarni turlasak, masalan, baraba, baraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna. Biz ikkilikka bilan qo'shib turlayotdik, shundaqo. Shuningdek, bu to'g'riliq qayta so'zlab o'tirish hajatsiz. Undan keyin bugungi darsdagi, ya'ni ikkinchi mazmun kishilik almashlarninki igilik kelish tikilishi. Bu to'g'riliqmi biz oldingi bir darslarda so'zlab o'tgan. Masalan, tushumkilish to'g'risida. Tushumkilish deganimiz fe'ldan keyin kelgan domirga fe'lning to'ldiruvchisi bo'lib kelgan domir. Shundaqmi? Masalan, baroba degan fe'lning keyiniga hu'ni birini qo'shib boqaylik. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna. Darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna. Darabani, darabana. Hozir turilgan fe'llarning keyindagi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na deganlarning hammasi nima tushum kelishdagi almashlar. Ana shunchaki ikkilikni ifodalaydigan almashlar qaysi? Huma, huma, kuma, kuma. Shundaqo, buni biz oldingi bir darsda so'zlab o'tgan, so'zlamagan bo'lsak, hozir qanday tushunsak bo'ldi. Uchinchi turlik nuqtaliq grammatika oldingi bir darslarda chiqqandek ismda, ya'ni fe'llarning tarkibidagi, fe'l mudori'ning tarkibidagi oxirida nun bo'lgan 5 dona fe'l bor. Masalan, turlab boqaylik. Yadribu, yadribani. Oxirida nun bor, shundami? Yadribuna, oxirida nun bor. Tadribu, tadribani, oxirida nun bor. Tadribna. Endi garchi oxirida nun olsin, bu degan mabni o'g'achqa, buningga İrabe'ye olmayı düşündüğü neçe oldu? 3 oldu o. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribine, tadribani, tadribne. Hatta muşa katarlık ama ikilikki hemmesi bir hesap. Mesela tadribani şekilde doksanası şunda ama hesapta 5 fil, qaysi fil? Muhatibet, ikinci şahıs ayarlıq birlik. Tadribine. Şunda o. Andaki ikinci şahıs ikilik. Mesela ikilik bilen erlik köplük. Erlik ayallık ikilik hemiz okşaş bir hesap. Tadribani ayallık mı? Tadribani şunda ama erlik köplük neçe? 3 oldu mu? Ondan keyin gayib, yani ayal erliktiki yadribani, gayib ayallıktiki yadribani. Qaytsına biray. Yadribani 3. şahıs erlik ikilik. Bu bir. Yadribuna 2 şunda ama tadribani ayollar ikilik, yadribanlar nima? O'xshash. Ikki oldu mu hesapda? Ondan keyin tadribani ikinci şahıs erlik ikilik shundami? Tadribuna ikinci şahıs erlik nima? Ko'plik. 4 oldu mu? Tadribina ikinci şahıs ayollik nima? Birlik. Endi ikinci şahıs ayollik ikilikni nun vaqo, endi o erlikka o'xshashgan qanaq kirgizdi shundami? Hesapda mushu demak yig'ib ekansak fe'l mudori'ning oxirida nun bo'lgan har qanday fe'lning i'robi, oxirida nun bo'lgan har qanday fe'lning i'robi faqat ayollik ko'plikdan boshqa. Shundami? Har qanday fe'lning i'robi pesh o'qilganligi nunning bekib tug'anligidir. Ya'ni nunning bekib tug'anligi pesh o'qilgunga hisob. Demak, pesh o'qiladigan o'rinlar gap qolsa, nunni akasak, ishlatsak fe'lni pesh o'qigan bo'lamiz. Zavar ve zir okulduğun halde, yani nesbicerlik, düşüm geliş ve igilik geliş haletleri nunun kadar kişiye düşüp gitişi bilen ifadeladı. Düşüm geliş ve sakinlik haletleri nemeler ifadelenirken nunun düşüp gitişi bilen. Muşu fillardaki nunun toğungu karap durup peş okuldu deyimiz.
nunning tushib ketgan va tushib ketganligiga qarab turib zarqudi yoki jo sakin o'qilibdi desak bo'ladi. Bu tushunishlik, bu oldin qatamda bir qitim so'zlagan, ha. Buning darasdagi mazmunlar asosan mana shular. Undan keyin mujnon bu qo'shimcha asosida ikkilik ismlarning i'robini bir asar uchun to'g'ri qildi. Ikkilik ismlarning i'robi biz degandek har qanday bir ismning oxiriga alif bilan nunni qo'shsak ikkilik o'zgaradi shundaymi? Endi mushlarningki boshqalish holatda alif nun bilan ifodalansa, tushunilish va egilgilish holat nima bilan ifodalanadi? Ya nun bilan. Masalan, kitabani, kitabayni. Hazani kitabani boshqalish shundaymi? Ra'aytu kitabayni. Shundaqo? Mana mushunga o'xshash. Mushuni tushunib olsak, bugungi darsdagi mazmun oxirida desak bo'ladi, ha. Bugungi darsimizda so'zlik yo'q o'xshaydi. Dialog kerakli, o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray, ha. Ad-darsu salasun. Yaqifu bil bab fatiyan. Ishda ishkashtirib o'tadi degan. Udkhula man antuma nahnu talibani jadidani. مرحبا بكما من أين أنتما؟ نحن من الصين. متى وصلتما إلى المدينة المنورة؟ وصلنا أمس. أتوأمان أنتما؟ نعم. وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ عرفت من الشبه الذي بينكما. ما أسماكما؟ اسمي الحسن وأخي اسمه الحسين. ألكما إخوة وأخوات؟ نعم، لنا أخوان وأختان. أما الأخوان فيعملان في مكتب خطوط جوية، وقد درس في معهد اللغة هذا قبل سنوات. وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية. كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر. في أي كلية تريدان أن تدرسا بعد دراسة اللغة العربية؟ أريد أن أدرس بكلية الشريعة. أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم. وفقكم الله. نريد أن نذهب إلى المراقب. لا تذهب إليه الآن فإنه مشغول. يمكنكما أن تذهب إليه بعد انتهاء الحصة. اذهب الآن إلى المكتبة وخذ الكتب المقررة. Ikki yigit eshikning tubida to'xtaydi. Fityan. Fityatun oxirga alif nun qo'shish orqali nimaga aylandi? Ikkilikka aylandi. Undan keyin bu boshqalish, ya'ni yaqifuni fa'ili bo'lg'achqa alif nun bilan ifodalanyapti. Udkhula. Udkhul degan fe'lninki turlab apaga vaqtlatisi ikkilik shakli. Udkhul, udkhula, udkhulu deki udkhula. Man antuma kishilik almashning ikkinchi shaxs erlik ikkilik boshqalish shakli shundami? Antuma. Nahnu talibani jadidan. Biz yangi o'quvchi. Endi ular ikkilan bo'lg'achqa shu ikkilik shakli taliban, taliblar ikkilikka taliban. Jadidan talibanning nimasi sifati. Shunda olgandan keyin sifatlanguvchi ikkilik kelgandan keyin sifatlar nima keladi? Ikkilik shakl jadidan. Marhaban bikuma. Xush kelibsizlar. Ama bikuma oldingi bakalda shunday majrur. Ya'ni nima kelish? Igilik kelish. Igilik kelish holatida kuma keladi. Boshqalish holatida nima keladi? Antuma. Min ayna antuma? Sizlar qayerdan? Ya'ni boshqalish holatida antuma keldi, ha? Igilik kelish holatida kuma, boshqalish holatida nima? Antuma. نحن من الصين. biz Chungudan. Mata wasaltuma ila al-Madinah al-Munawwara. Madina Munawwaraga qachon yetib keldinglar? Wasaltuma. Tuma wasaltumdagi tuma. Ya'ni muttasil zamirninki qanday shakli, boshqalish shakli. Pildan o'lish bildigan zamirninki boshqalish shakli. Wasalna ams tuni yetib keldik. Ataw amani antuma. Sizlar ikkinglar qo'sh kezakmi? Naam. Va kayfa arabta zalika ya ustaz? Shundoq. Uni qanday bildingiz ustoz? Araftu min ash-shabahi alladhi baynakuma. Aranglardagi o'xshashlikdan bildim. Baynakuma aranglarda degan gap, kuma yanla muzofillar bo'lib, nima majrur. Ya'ni igilik kelish. Ma asma'ukuma. Sizlarning isminglar nima?
ismi Hasan va akhi ismuhu Al-Husayn. Mening ismim Hasan. Qarindishimning ismi Al-Husayn. Alaykum ikhwatuna akhwat. Sizlarningki o'g'il va qiz bir tuqqanlaringlar bormi? Alaykum, ya'ni kuma igilik shakl ikilik. Naam, lana akhwan va ukhtan. Shundoq bizning ikki o'g'il va ikki qiz qarindishimiz bor. Amma al-akhwan fayamalana fi maktab hudud jawiyya. Amma ikki o'g'il qarindishimiz bo'lsa, Asiya ishxonasida ishlaydi. Hudud jawiyya asl lug'at ma'nosi hudud degan liniya degan gap. Jawiyya havo liniyasi degan gap. Ikkisi qo'shilib Asiya deb tarjima qilamiz. Maktab ishxona. Andagi ya'malani, ya'malu degan fe'lning qanday shakli? Ikkilik shakli. Ya'malan degan nunninki kaginga qarab turib, ya'mal qanday qilibdi, pasha qilibdi deb tushunamiz. Va qad darasa fi ma'had al-lugha hada qabla sanawat. U ikkalan mushu til institutida bir necha yil ilgari o'qigan. Darasa mazininki, o'tgan zamonninki nima shakli? Ikkilik shakli. Darasa, darasudagi darasa. Va amma al-ukhtan ikki singlimiz bo'lsa, tadrusan fil madrasati sanawiyya. Tuluq o'tir maktabda o'qiyotdi. Tadrusani, tadrusuninki ikkilik shakli shundami? Yadrusuna, tadrusani. Degandiki, uchinchi shaxs ayollar ikkilik shakli. Kanat lana ukhtan ukhrayan matata fi sighar. Bizning yana ikki singlimiz bo'lib, kichik vaqtida qanday qilib ketgan? O'lib ketgan. Matata. Matata degandek matata. في أي كلية تريدان أن تدرسا بعد دراسة اللغة العربية؟ أردت لغة بغندكين قيس فاكولتتا o'qishni qalaysizlar? Turidani. Yuridu turlab apirib ikkinchi shaxs erlik ikkilik shakl shundami? Turiduna, turidina degandagi turidani. An tadrusa aslisi an kamigan bo'lsa nima bo'ladi? Tadrusani. An kelgandan keyin pilni o'qilish kerak zavar. Bundaq fillarning zavar o'qilgani nima bilan ifodalanadi? Oxiridagi nunning tushib ketgan bilan zavar o'qilganligi ifodalanadi. Uridu an adrusa bi kulliyati shari'a. Men qonun fakultetida o'qishni xohlayman. Amma al-Hasan fayuridu an yadrusa bi kulliyati al-Qur'an al-Karim. Amma Hasan bo'lsa, Qur'oni Karim fakultetida o'qishni xohlaydi. Waffaqakumullah. Alloh sizlarga muvaffaqiyat ato qilsin. Waffaqa fe'l kumani to'ldiruvchisi, ya'ni tushunib kelish. Nazaba ila al-muraqib. Biz hozir muraqibning qishig'i bormoqchi edik. Ya'ni muraqib degani o'quvchilarning ahvoliga mas'ul xodim. Asl lug'at ma'nosi kuzatuvchi degan gap, o'quvchilarning ishlarini bir taraf qiladigan xodim, maktabdagi xodim. La tazhaba ilayhi al-an fa innahu mashghul. Uning qishig'i hozir bormanglar, chunki u hozir aldirash. La tazhaba. Ma'u nima fe'l? Bulusiz buyruq bilan, ya'ni nahi. La tazhaba. Yumkinukuma an tazhaba ilayhi ba'da intihai al-hissa. Sizlar bu soat dars tugagandan keyin uning qishig'i borsanglar bo'ladi. Yumkinni biz nima tarjima qildik? Bo'ladi deb shundami? Ma ikkilan bo'lgandan keyin shu yumkinukuma deb kuma ikkilik ishlat asli yolg'iz kelgan bo'lsa bo'ladi. Yumkinuka. Ko'plik o'schu yumkinukum. Ma ikkilik o'qachqani bo'ldi yumkinukuma. An tazhaba asli an kelmagan bo'lsa tazhaban deb mumkinlati shundami? Hozir an kelgandan keyin fil mudori anlan nima qiladi? Zavar qilganning belgisi oxiridagi nimning tushib ketishi, nunning tushib ketishi. İzhab al-an ila al-maktaba wa khuza al-kutub al-muqarrara. Hozir kutubxonaga berib belgilangan kitobni elib olinglar. Izhabninki ikkilik shakli. Khuzninki ikkilik shakli nima? Khuza. Dialog tushunish bo'lgan bo'lsa, mashqlarni bir qurib chiqaylik, Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrinul awwal. Talik savollarga javob bering. Ya'ni bu dialogga munosabatli bo'lg'achqa biz dialogni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin ishlaymiz, mana birinchisi. Ikkinchisi, da'fil faraq fi kulli jumlatin mimma ya'ti al-fi'lu zahaba al-madi ba'da isnadihi ila ad-damir al-munasib. To'yanda keladigan har bir jumladagi bo'sh o'ringa zahaba degan o'tgan zaman fe'lini munosib zamirga qilgandan keyin bog'lagandan keyin quyung degani munosib shaklda turlagandan keyin quyung. Ayna Xolid va Hamid. Masalan,
Xolid bilan Hamid qayerda? Endi Xolid bilan Hamid ikkilan bo'lganligi nechilik yesa ikkilikka. Agar shuningga kutubxonaga ketdi deyish uchun cho'qim zahaba kelishga shundami? Zahabaning qaysi shaklini? Ikkilik shaklini. Ikkilik shaklini qanday turlaydiq? Zahaba, zahabu deb zahaba qila tuqdaqo. Nima deymiz? Zahaba ilal maktaba deymiz. Va qolgan boshurullarni shu bo'yicha turlab baqinglar. Endi ikkilisi qiz kelsa, o'xshashlar zahabata deymiz shundami? Endi bir o'g'il bir qiz kelib qolsa, erlik peti eliyorsizlar. Üçüncüsü, ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Tüendeki cümlelerindeki her bir cümledeki boş orunğa yezhebu degan mudari fiilni münasip almaşqa bağlap bolgandan keyin yeni türlep bolgandan keyin qo'ying. Ahmad ve İbrahim boş orun ilal makta ilal mal'ab kull yawm. Ahmad ve İbrahim her kuni maydonga qana qilib boradi. Endi borib deyish uchun yezhebu delish kerak shundami? Bu ikkilan bo'lgandan keyin yezhebuning qanday shakli keladi? Ikkilik shakli. Ana ikkilik shakli qanday chiqadi? Yezhebu, yezhabani, deki yezhaban. Va qolganlarini shu bo'yicha to'shqizsanlar bo'ladi. 4-chi mashq. ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي فعل الأمر اذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Tüendeki her bir cümledeki boş orunğa izhab degan buyruq filni münasip almaşqa bağlap bolgandan keyin, yeni türlep bolgandan keyin qana qilin qo'ying. Masalan, hey qarindoshlar, ikkilan demekçi, ya ahvan deb ikkilan demekçi, hey ikki qarindosh. Hozir masjidga qana qil bor. Am ikki odamni bor deb tushunish kerak, ikkilik ekilish kerak. Ya'ni izhab, izhaba. Ya bintan, hey ikki qiz, ilal maktabil mudir. Mudirning ishxonasiga beringlar tushunish kerak, ya'ni izhaba. Izhabi, izhaba deb turadi, to'g'ri shundaqo? Shu bo'yicha. İkilik billah asasen erlik aylıklarının köpeyince Allah'da hoşuna çıkıp kalıdı. 5-si أمام كل جملة مما يأتي فعل مضارع مرفوع أكمل به الجملة بعد تغيير ما يلزم. Her bir cümlenin aldıda peş okulgan bil mudarı ba. Zurur boğan özgertişten keyin, zurul opqaga yani özgertkenden keyin cümleni şu pil arqalıq tuluqlan degeni pil marfu azı peş okululuq şundam, am cümlenin tarakibi kirgenden keyin ya peş okuludu, ya sakin okuludu, ya nima okuludu sever. Endi ikkilik fillar deganning pesh, zir, zir o'qilganini ne qarab aytdik? Oxirdagi nunga shundami? Nun tusa pesh o'qilgan bo'ladi. Agar nun tushib ketsa, zir yoki zir o'qilgan bo'ldi-ku, shu o'zgartishlarni joyida o'zgartirib, andagan jumlani qanday qilib to'liqlang deyotdi. Masalan, maza yuridan at-taliban al-jadidan. Ikki o'quvchiga nima kerak, ya'ni nima ish qilmoqchi desa, javob yuridani bosh o'rin ilal mahja'. Keyinda biz yezhabani degan fil birib tushundami? Ham yezhabanini yuridanning qishig'i qo'yish uchun o'tirni nima bilan bog'laymiz? An bo'lmasa ikki fil birisi bilan bevosita kelib bog'lanmaydi. Nima deyish kerak? Yuridani an yezhabani. An yezhabani degan vaqtimizda an fil mudoran nima qilmoqchi? Zivar o'qitmoqchi. Fil mudoranning zivar o'qilg'ini nima bilan ifodalaydi ikkilikda? Nunning tushib ketishidan andog'anda nima bo'ladi? An yazhaba bo'ladi. Mushu bo'yicha qog'onlarini to'shqatsak bo'ladi. 6-chi mashq. To'yandagi har jumlani munosib almash bilan to'shqizing. To'liqlang. Masalan, birinchisi ra'ayta at-talibayn al-jadidayn. Ikki yangi o'quvchini ko'rdingizmi? Na'am. Ularni ko'rdim deyish uchun nima qo'yish kerak? Ra'aytuhu yoki ra'aytuhuma yoki ra'aytuhum. Qaysini qo'yamiz? Ra'aytuhuma. Chunki nechilik? Ikkilik. Qog'onlarini shu bilan to'shqatsak bo'ladi, ha? 7-chi mashq. Ajib anil as'ilatil atiya. Tundagi savollarga javob bering. Masalan, bizga keltirilgan misol bunda, nima? Bergan jumla birinchisi mata kharaja Ahmad va akhuhu min al-fasl. Ahmad va uning qarindoshi sinfdan qachon chiqib ketdi? Darsdan keyin chiqib ketdi demak bo'lsa nima deymiz? Kharaja ba'da al-hissa. Darsdan keyin qana qilib ketdi? Chiqib ketdi. Va shu asosda qog'onlarga javob bersak bo'ladi.
8-si, tuandikilarni o'ylanib baqing. O'ylanib baqing degani, yuqoridagi oxirisida nun keladigan fillar bor-ku. Yazhabani, yazhabuna, tazhabani, tazhabun degan 5 fil shundami? Yazhabani degan shu 3-shaxsning erlik va ayollik ikkilik shakliga vakillik qiladi. Yazhabuna erlik ko'plik shakli shundami? Tazhabani 2-shaxs erlik va ayollikka vakillik qiladi. Tazhabuna erlik vakillik qiladi. Tazhabina ayollik birlik. Mushu fillarning pesh o'qilg'ini oxirida nun tug'ini pesh o'qilg'iniga hisob. Zavar o'qilg'ini va sakin o'qilg'ini oxiridagi nima tushib ketganligi, nunning tushib ketganligi hisob. Shuning aslida qoidada o'tadi. Mana shu 5 fil. Bugun demak bo'lgan 5 fil. Turfa'u bi subutin nun. Ular nunni qoldirib qo'yish orqali pesh qiladiganini pesh o'qilg'ini, nunni qoldirib qo'yg'ini pesh o'qilg'iniga hisob. Va tunsabu va tujzamu bi hazfin nun. Nunni tushib ketishi orqali zavar yoki sakin o'qildigini, zavar sakin o'qilsa oxiridagi nunni qanday ketdi, tushib ketdi. Mush nuqta kalamni aydınlab ketsa, bugungi dars oxirlashgan bo'ladi.